Ko'pchilik Plaza mehmonxonasi uyda yolg'iz kinosi chiqqanligi uchun juda mashhur bo'lib ketgan deb o'ylashadi. Aslida bunday emas. Chunki agarda kino 1992-yilda olingan bo'lsa, undan oldin mana shu mehmonxonada katta shahardagi sarguzashtlar, qolaversa Dandy timsog'i degan kinolar ham olingan edi. Qolaversa bundan tashqari aynan Plaza mehmonxonasi bu Nyu-Yorkning tarixiy obidalaridan biri. Ushbu mehmonxona 1907-yilda qurilgan edi va afsuski bu yerda basseyn bo'lmagan va kino yolg'on shundan iboratki, Kevin cho'milgan basseyn bu mehmonxonada joylashmagan. U paytda basseynlar bo'lmagan. Bu basseyn Chicagoda Four Seasons mehmonxonasida olingan edi va o'sha uyda yolg'iz kino solinayotgan paytda bu mehmonxonaning xo'jayini hozirgi AQShning prezidenti Donald Trump bo'lgan. Uni sharti shunday bo'lganki, bu kinoda albatta u ko'rinishi shart va ko'ringan. Agarda esingizda bo'lsa, Kevinga shundoqqina reseption qattaligini ko'rsatib bergan edi. O'sha paytda Kevin bu mehmonxonani eng qimmat xonasida bo'lgan va bu xonaga to'lanadigan pulga bemalol uy sotib olsa bo'ladi. Chunki 1992-yilda aynan o'sha xonada bir kun yashash uchun $4,000 to'lash kerak edi. Hozirgi kunda bu xonada bir kun yashamoqchi bo'lsangiz, $10,000 to'lashingiz shart.